3 nondan berib yuboring. Xo'p. Mana aka, rahmat. Arzimaydi. Charchamaylar, xo'p, rahmat. Aka, taksimi? Non taksi aka, qaqa borish kerak. Chilonzorga. O'tiring. O'tiring. Habibni o'rnida o'tiring. Maza qilib gaplashdik. Anchadan beri bunaqa yozilib gaplashmagan. Mayli, men hozir shular xo'jayinga narsalarni tashlab chiqay, hozir kelaman. Xo'p. Nonmi? Adasi, nimaga har kuni non olib kelsangiz bittasi ishlangan bo'ladi? Issiq nonni hidi shirin bo'ladi-yu, dimog'ni qitiqlaydi. Shunga bir bo'lak yeb kelaman-da. Ketdikmi? Umid aka, tushlikda nima yedingiz? Qozon kabob, salat, choy. Nima edi? Yo'q, kechki nima ovqat qilsamikin deb o'ylanib so'radim-da. Ha, qayerga boramiz? Kazinaga hayding. Kazinkagami? Ha, bo'pti, ketdik. Dilbar, qara, kattasini olaymi yo kichkinasini? Kattasini ola qoling. Aha. Umid aka, Ha? qozon kabob yegim kelib qoldi, olaylik. Voy. Qozon kabob ham sotadimi? Sotishadi. Dilbar, bu qozon kabob emas, non-ku? Nega? Mana qozon kabob. Mana salat. Mana non choy. Siz ham bugun shunaqa qozon kabobni yedingiz-ku? Boshqa mani unaqa aldamang. Ertadan tushlikni har kuni uyda qilasiz. Bugun o'zim sizga qozon kabob qilib beraman, xo'p?